Butun Toshkentda changli ob-havo bo'lsa ham, Sergeli Bobur mahallada unaqa emas. Havo toza. Hurmatli obunachilar, eslatma uchun bugun biz Sergeli Bobur mahallaga kelganmiz. Yana bitta yaxshi yangilik, dushanba, seshanba kunlari bizdan uy xarid qilgan obunachilarimiz uchun skidka e'lon qildik, ya'ni notarius xarajatlarini o'zimiz to'laymiz. Hurmatli obunachilar, subsidiya va birlamchi ipoteka uy kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning Telegram kanaliga o'tib olishlaringiz mumkin. Hozir sizlarga Sergeli Bobur mahalladan 2 xonali arzon avto kvartirani arzon qilib beraman. Arzonda boshladik. Bismillah, kiraverish fayzli xonadon. Kirgandan keyin katta prixoshkani ko'rishingiz mumkin. 4 ayoldan so'ng xonasi kuxnyamiz bor. Ko'rsatib o'taman. Gaz filtrvichkalari bor. Dukonturli kotel qo'yilgan, isitma ustidan muammo bo'lmaydi. Mana chiroyli panoramli oynadan tashqariga balkonimizda joylashgan narujni balkon. Chiqqandan pastda mashina qo'yish uchun parkovka detsk plashatkalari bor. Bu tomonda esa yakkasaroy ko'rinib turganda chiroyli atmosfera. Yana bitta plyus tomonlardan bittasi mana kladovka xonamiz, ya'ni bu xonadan bolalar xonasi sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Uyimizda 63 kvadrat metr. Bu tomonda sanzvelimizdan ko'rishingiz mumkin. Sanzvel smishini holatda prixoshka bo'ylab yurganda chap qo'lda kattalar yotoqxonasi, ya'ni spaniyamizni ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, xonalari katta joylashgan. Bu tomonda 7 ga 3,5 metrli zalimizni ko'rishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, uyimizda 16 etajda 10-qavatda joylashgan 63 kvadrat metr. Sizda subsidiya bo'lsa, uyimizni kelib 19 ming dollarga xarid qilsangiz bo'ladi. Subsidiyangiz bo'lmasa, bitta pasport evaziga ham xarid qilishingiz mumkin. To'liq ma'lumot lokatsiya Telegram kanalida bo'ladi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Arzon variantlarni qo'ldan boy bermaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qolish esingizdan chiqmasin.